O'zbekiston Qatar alamli xotiralardan revanshga qadar 2025-yil 10-iyun kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston va Qatar milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'yin oddiy saralash bahsi emas. Bu uchrashuvda yurakka o'rnashib qolgan xotiralar, alamli mag'lubiyatlar va ulkan orzular to'qnashuvidir. Bu o'yin O'zbekiston uchun revansh, Qatar uchun esa eng so'nggi umidni saqlab qolish bahsi bo'ladi. 2024-yil boshida bo'lib o'tgan Osiyo Kubogida O'zbekiston terma jamoasi katta umidlar bilan qatnashgan edi. Jamoamiz esa chorak finalgacha yetib bordi, lekin aynan Qatar bilan kechgan o'yinda penaltilar seriyasidan mag'lub bo'lib, turnirdan chiqib ketdi. Bu mag'lubiyat esa butun O'zbekiston futbol jamoatchiligini larzaga soldi. G'alabaga juda yaqin bo'lgan o'yin qahramonlarimiz uchun chindan ham og'ir bo'lgan edi. Ammo aynan shu kuni alamli xotiralar bugungi kunga, 10-iyun kungi o'yinga kuch va ruh bag'ishlamoqda. Bu revansh faqat o'yin uchun emas, bu o'sha alamni yuvish uchun bo'ladi. Qatar uchun esa so'nggi imkoniyatdir. Qatar jamoasi hozirda jahon chempionati saralashining murakkab guruhlaridan birida 4-o'rinda bormoqda. Bu esa ularning hali hamon 4-bosqich play-off orqali jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun imkoniyat borligini bildiradi. Qatar uchun O'zbekiston ustidan qozonilgan g'alaba umidlarni saqlab qoladi. Mag'lubiyat esa yo'llarni deyarli yopadi. Shuning uchun ham qatarliklar ushbu bahsda tish tirnog'i bilan kurashishi va oson qarab turmasligi tabiiy. O'zbekiston uchun esa tarixiy g'alaba va munosib taqdirlash. Boshqa tarafdan O'zbekiston allaqachon o'z tarixida ilk bor jahon chempionatiga yo'l olgan. Bu yutuq nafaqat sportda, balki butun millat ruhiyatida tarixiy burilish bo'ldi. Endi xalqimiz oldida Qatarni mag'lub etish va orqaga nazar tashlamasdan oldinga yurish vaqti keldi. Ushbu o'yindan keyin esa O'zbekiston futbolchilari uchun BYD rusumdagi avtomobillar sovg'a qilinishi rejalashtirilgan. Bu nafaqat e'tirof, balki ularni ko'rsatgan fidoyilik uchun mehnatga munosib taqdirdir. 10-iyun kuni bo'ladigan O'zbekiston-Qatar uchrashuvi bu oddiy o'yin emas, bu kechikkan adolat, ich-ichimizda qolgan alamlarga javob va kelajakka yana dadil va qadam tashlashning timsolidir. O'zbekiston maydonda faqat g'alaba uchun chiqadi, Qatar esa omon qolishi uchun kurashadi. Stadionda va ekran qarshisida turgan millionlab yuraklar esa bu o'yinni nafaqat ko'radi, balki his qiladi. Bu yuraklardan chiqib tarixga yoziladigan o'yin bo'ladi. Shuning uchun ertangi bo'ladigan, ya'ni 10-iyun kuni bo'ladigan O'zbekiston va Qatar milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'yinni o'tkazib yubormasdan, ekran oldiga yaxshilab joylashib olgan holatda tomosha qilishingizni albatta tavsiya etib qolamiz. Olg'a O'zbekiston deb izohlari bo'limida yozib qoldiring. Hozircha esa xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.